Assalamu alaykum, hürmetli televizor körgüçüler. Dünya Uygur Kurultayı Tor Televiziyasının günlük haberler programımıza hoş geldinler. Ben İftihar Abdurşid. Hürmetli körürmenler. Tövende diqqatinglar günlük haberler programımızın tafsilatı bolsun. Dünya Uygur Kurultayının reisi Dolqun Eysa, Kurultay İcraiya Komitetinin reisi Ömer Qanat, Kurultay bayonotchisi Dilshod Reshid, Kurultayning Gollandiya vakili Cesur Lagershaydimiz Qalbinur Sidiqlardan tarkib topgan Kurultay heyetining Yaponiya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida 25 sentabr boshlatgan Yaponiya ziyorati 5 oktyabr muvaffaqiyatli oxirlashdi. Kurultay reisi Dolqun Eysa efendim 5 oktyabr etdigende BDT'deki faaliyetlerini davamlaştırış için Tokyo'dan bevosita Janvaga yürüp ketdi. Dolqun Eysa efendim Tokyo'dan ayrılıştan burun istansiyamizga qilgan so'zida bu qitimqi mol mazmunliq ve ehmiyetlik ziyorat faoliyatini o'rinlashtirgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining reisi Dr. Abdukerim Abdurahmon boshchiligidagi Yaponiya Uyg'ur jamiyatining barliq fidokor a'zolariga Kurultay nomidan alohida rahmat aytadiganligini bildirdi. 4 oktyabr kuni tushdan keyin Yaponiya davlat majlisini ekskursiya qilgan Dolqun Eysa başçılıqidagi Kurultay heyeti ve Yaponiya Uyg'ur jamiyatining mas'ullari shu kuni Yaponiyada hokimiyat beshida turayotgan Erkin Demokrat partiyasidagi 3-nomerlik shaxs Hageuda Koichi efendim ve uning hamrohlari bilan maxsus ko'rish ilib berib, uning Uyg'ur masalasining xalqarodagi yuzlanish haqida tushuncha berish bilan birga Yaponiya parlamentining Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellardan ulgilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish haqida maxsus qaror qabul qilishini. İkinci ayda Japonya parlamentinden Uygurlar hakkında çıkarılan karar ve tarihi ehemmiyetli bir karar. Bütün dünyadaki Uygurların koşal kıldığı. Gerçi bu karar bir kırgınçılık, erkek kırgınçılık, insaniyet karşı cinayetler çıkılgan aciz bir karar olsun mu? Ama hiç olmazsa bizge bir teselli oldu. Yaponiya hökumətinin BDT'de Uyğur məsələsiga ega chiqishini davamlashtirishini, bo'lib Uyğur majburiy əmkiga chetishlik mahsulotlarning Yaponiya bozorlariga kirishini cheklash haqida Yaponiya hökumətinin qonuniy tadbirlar bekitib chiqishini umid qildiganligini bildirdi. Dünyadaki kivatkan qurilish energiya taxtisining 47%'ning bu majburiy əmkiga chetishlik bo'lganligi haqida dokument bor, hujjatlar bor. Dolqun Eysa efendim sözde yeni Şarkı Türkistan'da Uyghur mecburi emki bilen işlep çıkarılayotgan mahsulotlarning türü ve onun her qaysi ellerge eksport qilinishi haqida mı tepsili ma'lumot berib o'tdi. Andan keyin şu kuzatish kameraları var. Mesela Halk Rejim Dağova deydigan. Muş kuzatish sistemlerinin köpünü şu Yapon texnikalardan faydalanıyor. Belki degandek o'g'irlagan bo'lishi mumkin. Ama şu texnik nimalarni jiq davlatlar ishlatadi. Mesela Avrupa parlamentinin battamisi evetdi. Şunu çetişlik boğalı. Aşkın bu mecbur emgek var. Biz ülkemizi Uygur dostluk grubuna Dünya Kurultayı ve Uygurların taleplerini yazmış şekilde sungan okşaş taleplerini sizge sunmakçı bir yerde vaktiniz kız şununda köp bunun tefsilatı toktolmayı şu taleplerimizi yazmış şekilde sizge takdim kılımız ve bugün şundakla yerlik parlament azalarıyla bir yığın kıldık. Bir yerde bir taleplerimizi bile yazıp çıktık. Bunu sizge takdim kılımız şu hususta sizden ciddi bir şekilde hareket kılışınızı biz arzu ediyoruz. Hageuda Koichi efendim körüştü qilgan sözüde Kurultay heyetining talep ve teklifleri hakkında Erkin Demokrat Partiyasının rehberlik heyeti bilen muzakara ilip bardıqalıqını bildirdi. Dolqun Eysa başçılıqidagi Kurultay heyetining bu nöbet Yaponiyada ilip bargan ziyareti Yaponiya matbuatlarida her günüdegidek keng dairde o'rin aldı. Kurultay heyeti Yaponiyaning 10dan ortiq matbuatining ve televiziya kanallarının maxsus ziyoratini qabul qildi. Bütün dünya köz tikayotgan Xitoy Kommunistik Partiyasının 20. növbetlik umumiy vekiller Kurultayının 2. günü, yani 17 oktyabr günü Dünya Uygur Kurultayı, Norvegiya Uygur Komiteti ve Uygur Adliya Arxiv Amber birlikte Norvegiya parlamentida Uygur irqiy qirg'inchiligi ve Xitoy kommunistlarining vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan 73 yildan buyon ilib borgan jinoiy qilmishlar haqida cho'ng tipdagi guvohlik berish yig'ini o'tkazishga tayyorlanmoqda. Yig'inda Yevropadagi lager shohidlarimizdan Gulbahor Jalilova, Qalbinur Sidiq, Ömer Bekali, Gulbahor Xotivaji, Sayragul Savutbay, Uyghur Sot kollegiyasining bosh sotchisi Jeffrey Nice ve Merkezi Washingtondagi Kommunizm Qurbonlari Xotir fondining tadqiqotchisi Dr. Adrian Tens qatorliqlar maxsus guvohlik berdi. Buningga parallel holda Norvegiya parlamentining binosi oldida Xitoyning irqiy qirg'inchilik tasvirlangan rasm ko'rgazmasi, axborot e'lon qilish yig'ini va Norvegiyadagi qarindoshlarimizning qatnashida namoyish o'tkaziladi. Bundan boshqa yana yuqorqi bilan o'xshash mazmunda Dünya Uyg'ur Qurultayı tarafidan 10 oktyabr Germaniya federal parlamentida guvohlik berish va parlament binosi oldida ko'rgazma o'tkazish faoliyati uyushtirildi.
ve bu faaliyet Berlin'de 5 gün devam kılıdı. Dünya Uyghur Kurultayının reisi Dolqun Eysa Efendim bu münasebet bilen istansımız kılgan sözüde bütün dünya yıkından küzütüatkan Xitay Kommunistik Partiyasının 16. oktyabr başlanılan 20. növetlik umumi vekiller Kurultayının harpısıda ve yığın jarayonida Berlin'da ve Oslo'da ötküzüldüğün yukarı faaliyetlerinin Xitay Kommunistlerinin vatanimizni işgal kılgan 1949 yıldan bu yan halkımız yürgüzüatkan jinoiy qilmishlarni xalqaro jamoatchilik yana bir qatim eslatib o'tishning yaxshi fursat ekanligini, şoňa Germaniyada yaşayotgan qarindoshlarımızning 10 oktyabr Berlinda başlangan faoliyatga ve Norvegiya ve başka Şimali Avrupa ellerinde yaşayotgan qarindoshlarımızning 17 oktyabr Oslo'daki Norvegiya parlamentida ötküzüldüğün faoliyatga aktivlik bilan kelib qatnashishini umid qildiganligini ifoda qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi 31 Avgust e'lon qilgan Uyg'ur vaziyati haqidagi doklad tashqi dunyoga ma'lum bo'lgandan keyin BDT'da mazkur doklad haqida bir maydon munozara o'tkazish sadolari yangrgan edi. 4 oktyabr kuni Kişilik Hukukni Kuzatish Tashkiloti Xitoy bo'limining direktori Sophia Richardson bu haqda maxsus obzor maqolasi e'lon qilib, BDTning mazkur dokladni qaytadan qarab chiqishining hozir eng jiddiy masalalardan bo'lib qolganligini ko'rsatdi. Kişilik Hukukni Kuzatish Tashkilotining tor betida e'lon qilingan obzorda Sophia Richardson BDT Kişilik Hukuk Kengeshiga a'zo davlatlarning navbati to'limi nozik bo'lgan bir qatimliq tarixiy sinoqqa duch kelayotganligini eskartib o'tdi. Shuning bilan birga u bu xil munozirni ularning hech qaysisi xolmaydiganligini, ammo buning har qaysi a'zo davlatlar uchun bir yoqidan bosh chiqarib mazkur kengashning majburiyatini eng to'van darajada bo'lsa-mu ado qilish uchun bir qatimliq fursat bo'lganligini alohida ta'kidladi. BDT Kişilik Hukuk Kengeshining Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladi e'lon qilingandan keyin Xitoy hukumati buni butunlay inkor qilgan hamda Shinjongda butun haqlar to'liq qonuniy kapolatga ega. Bu doklad başdan oyoq töhmet ve qarlash bilan to'lgan degan. Shuning bilan birga Kişilik Hukuk Kengeshiga a'zo 47 davlat bilan bo'lgan iqtisodiy va diplomatik munosabatni ishga silib, ularni bu munozaraga qatnashmaslikka da'vat qilgan. BDTning ishki qismida bo'lsa turli vositalar orqali bu xil munozaraning vujudga chiqishini to'sib qolmoqchi bo'lgan. Sophia Richardson mushu ahvollarni eslatish bilan birga, agar Xitoyning bu orzusi amalga oshsa, u holda Kişilik Hukuk Kengeshini bir davlat kontrol qilib olganlikka barobar bo'lib qoldi. Mazkur kengashning majburiyati Kişilik hukuk meselesi qaysi davlat yuz berishining qat'iy nazar uni jazman muhokama qilish hisoblanadi. Ma'lum bir hukumatni buningdan mustasno qilish mohiyatda ziyonkashlik uchirg'uvchilarni umidsizlikka, kengashni bo'lsa to'limi xatarlik bo'lgan qo'sh o'lchamga ilib boradi deb ko'rsatdi. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'urlar haqidagi bu doklad haqida uyushtirilmoqchi bo'lgan munozara amalga oshsa, u holda bu BDT tarixida tunji qatim BDT xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosining biri to'g'risida o'tkazilgan tunji munozara bo'lib qoladi ekan. Xitoy hukumatining Amerika tavasidagi fan-texnik yangiliklarni o'zining yangi dunyoviy tartib o'rnatish urinishiga qoral qilishga urinishi Patiyaqinda zarbaga uchrash oldida turayotganligi ma'lum. Bayden hukumati Patiyaqinda e'lon qilmoqchi bo'lgan bu vaqtdagi cheklamalar Xitoy uchun og'ir zarba bo'lganligi hozir har qaysi axborot vositalarining zo'r diqqatini qo'zg'amoqda. New York vaqti gazetining 3 oktyabrdagi sonida e'lon qilingan bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Bayden hukumatining bu vaqtdagi qaror elish ishlaridan xabar bo'lgan kishilar mushu hafta e'lon qilingan bu qaror haqida ma'lumot bergan. Uningda Amerika tavasidagi shirkatlarga mansub yuqori fan-texnik natijalarini, kompyuter o'zaklarini, fan-texnik uskunalarini yoki yumtallarni Xitoy shirkatlariga setish butunlay man'iy qilindi ekan. Buning bilan Xitoyning keyingi avlod qurol-yaroqlarini ishlab chiqarishi hamda zo'r ko'lamlik nazorat sistemasini davom qildirishi to'sqinlikka uchraydi ekan. Sobiq prezident Donald Trump davrida Xitoyning eng chong telefon ishlab chiqaruvchi shirkati bo'lgan Huawei guruhi mush xil cheklamaga uchrab vayron bo'lishga tas qolgan edi. Mazkur qaror e'lon qilinib ijro qilinishga o'tgan hamon Xitoyning darajadan tashqari kompyuter sistemasi va sondon markazlari bozori uchun qattiq bir zarba bo'ldi ekan. Bo'libmi Intel, Nvidia qatorliq Amerika shirkatlari ishlab chiqaradigan yerim o'tkazgichlik o'zak Sharq Turkistondagi g'oyat zo'r kuzatish kameralari sistemasining mingsi bo'lib xizmat qilayotgan bo'lib, bu yangi qaror ijro qilinsa, bu shirkatlarning o'zaklari Xitoyga setilmaydi ekan. Aqsaroyning davlat xavfsizlik maslahatchisi Jack Sullivan bu haqda so'z qilib, bu xildagi yuqori fan texnika va o'zaklar sohasida biz imkon qadar yetakchi kuch bo'lish salohiyatimizni saqlab qolishimiz lozim degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoydagi kompyuter sohasi g'oyat zo'r darajada Amerika va Tayvanda yasalgan o'zaklarga qarashli bo'lib, navbatda bu yangi qarorning Xitoy uchun og'ir zarba bo'lganligi olg'a surilmoqda. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur Qurultayi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.